Qo'y shu ish qilmagin deydi. To'xta. Ketib qola qolaman. Yo'q, to'xta. Hozir narsa zakasi qilamiz, jim turgin. Pizzaga olib boraman deb, men olib kelgan joyingizga qarang. Qatga olib keldingiz mana. Ko'pchilik bilmayapti-da. Shahardan tashqariga piknik qilishga chiqib ketyapti. Mana shahar qoq markazida ham mana shunaqa chiroyli joy bor. Shunaqa joylar borligini bilish kerak odamlar, ko'rsatish kerak. Pizzani nima qilamiz? Pizzani hozir 35 minutda keladi, zakaz qilib Bellissimo pizza ilovasiga kirasan, bu yoqda mana bitta 3 ta pizza 80 ming turibdi, yana bittasi 3 ta pizza 109 ming turibdi. Mana shularni zakaz qilib olsang, 35 minutda mana yerga olib kelib berishadi, xudo xolasa maza qilib yeymiz. Ana ikkita kashalot ham bor-ku hali. U ikkita kashalotga ham bemalol yetadi. Muhammad aka, ishoning bu yetmaydi lekin mana. Yetadi. Endi ham yetmaydi deb o'ylaysan, Bekzod? Adashimman Muhammad aka, menimcha kashalotlar ham bo'lib qolsa kerak bunga. Shunaqa. Xullas, videoni kimga jo'natishni o'zingiz juda ham yaxshi bilasizlar. Bellissimo pizza ilovasiga kirasizlar. Mana shu kombolarni bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Agar qattiq yeyishni bilmayotgan bo'lsanglar, mana shu joy lokatsiyasini Telegram kanalida qoldirib qo'yamiz. Kelib bemalol zakaz qilib, maza qilib hordiq chiqarsanglar bo'ladi. Eng asosiysi, mana bunaqa musorlarni o'zingizlardan qoldirmasdan, o'rnalarga tashab ketishni esingizlardan chiqarmanglar.